haligi qorovulimiz aytdiki, men tushunmayman aka deydi. Undan kattarog'i nima dedi? Nimaga tushunmaysan? Men senlarni nimaga ishga olganman? Tushasan dedi-da. Shu bilan yo'q bo'lib qoldi. Tushishga majburlashganmi? Majburlashganda. Majburladi. O'sha santexniklarda boshlig'i bo'lish kerak maytda yuradigan aka. Keyin haligi ko'rga ham, kar ko'rga ham tushunarli bo'lib turibdi bu yerda, majburiy mehnat bo'lgan bu bir. Ikkinchidan u yer kanalizatsiyada. Kanalizatsiyaga hech qachon haligi spetsialniy nimalarsiz tushish mumkin emas, to'g'rimi? Maxsus nima kiyimda, protivogazda, hatto qo'llarida arqon ham bo'lmaganda ularda. Yasni bo'lib turibdi. Bular birinchidan majburlangan, ikkinchidan o'sha yalang'och qo'lga hali hech narsa оборудованияsi yo'q, boshqasi yo'q, tushgan. Bu aniq edi-da, haligi shunaqa fojia ro'y berishi. Insonda taqdiri yotibdi, to'g'rimi? U qorovul bo'lsa ham oddiy haligi bir o'rni yo'q, bular uchun bir oddiy melki odam bo'lsa ham inson-ku, uni yashashga haqqi yo'qmi? Nima haqlari bor bularda? Maxsus ustuvorsiz, maxsus guruhsiz o'sha nimaga tushirishga? Maxsus mashina tortayotgan bo'lganmi? Mashina turgan, lekin bular tushib turib, o'sha nimasini burab, haligi ventilyatsionni nimasi ishlayotgan joyida bittasi tushgan, u dodvoy degan, keyingisi nima qilgan, lekin birinchi yordam ko'rsatgani ham hech qanaqa qo'llarida nima bo'lmaganda.